Короче, на готовый... Можно я на русском скажу? Нет. Быстрее будет. Oldingi videolarimizda Hamilton haqida qisqacha video olib berdik. Hozir o'shani obzor qilib beramiz. Regina opamiz texnolog hozir tushuntirib beradilar boshida. Bu metal грунтовканы qildim. Keyingisi Hamilton qilaman. Bitta sloy 20-15 minut, ikkinchi sloy 1 soat quriydi. Tushuntirib o'taman. Birinchi sloy o'sha surilgandan keyin 15-20 minut maksimum surilgandan keyin ikkinchi sloy surish yoki sepilish kerak. Undan keyin o'sha 1 soat ichida maksimum quriydi o'sha. Bu как nitra 646 bilan aralashtiradigan variantimiz. Oldingi videoda tushuntirib o'tdim. Bu faqat 646 rasvaytel bilan suyultirish kerak, razbavitel bilan emas. Hozir shuni sepilishini ko'rsatib beramiz. Hozir bu temirga gruntovka qilingan tayyor varianti o'zi standart bo'yicha gruntovka qilinishi kerak. Lekin gruntovkasiz qilsa ham bo'ladi, ammo lekin standart bo'yicha qilinishi kerak. Hozir biz как standart bo'yicha qilamiz. Buni ko'rsatib beramiz. Отойдите чуть-чуть. Hozir birinchi sloy sep bo'ldik, lekin o'sha birinchi sloy o'zida hammasi yopib, cho'tki gullari ham ochilib bo'ldi. Hozir 15-20 minut maksimum poylaymiz, ikkinchi sloyni sep tashlaymiz. Qadrli do'stlar, mana birinchi sloy o'zida ham gullari zo'r, ideal ochildi, ham o'sha yopilish darajasi ideal. Bitta sloy o'zi normal yopildi, ikkinchi sloy o'sha xudo xolos zo'r chiqadi. Hozir birinchi sloy bilan ikkinchi sloy orasida 15-20 minut maksimum poylab o'sha sep qo'yasizlar. O'sha tayyor bo'ladi. Qadrli do'stlar, bizda tayyor varianti bor edi mana. Bu gruntovka qilingan lakrominli qog'ozga sepilgan variantimizni yaltirashini qarang buni. Buni juda surish, sepish oson, bemalol valikda ham, cho'tkada ham foydalansanglar bo'ladi. Xo'p, bu men o'zim ishonsanglar o'zim ham uyda qilib ko'rdim. Xudo xolos ideal zo'r chiqdi. Uyingizda darvoza bormi, panjaralar bormi, har xil temir, taxta, hamma narsadan foydalansanglar bo'ladi. 1 soat, 2 soat ishinglar hal bo'ladi. Ideal bo'lib, yengida asli qilib olasizlar. Xo'p, narxi keladigan bo'lsa, nitra bilan bir xil. Plus minus ozgina o'ynash mumkin, lekin o'sha narx bo'yicha bemalol xarid qilsanglar bo'ladi bizning do'konlarda. Buni 15 xil bolg'ali effekti bor, yana 5 xili, yana effektsiz, gulsiz varianti bor. Общий 20 xil bizning Weber bo'yoqlarimiz orasiga yangi bo'yoqlarimiz qo'shilyapti. Bemalol do'konlarimizdan so'rab xarid qilsanglar bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting, salomat bo'linglar.